Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana Xudo xohlasa ko'rsatgan kontentlarim uyda bitirdik. Bitta tarafi bitdi. Mana ko'ringlar, juda ham trendga chiqib ketgan ish haqi qancha deganlar mana shunday bo'ladi. Mana radiatorgacha keldi. Hammasi izolyatsiyada. Mana ko'ringlar, hamutlarda chiroyli. Mana shundaqa ishlar qilindi bu uyda. Hozir yana sizlarga davomini ko'rsataman. Bu uyda yana qaranglar, to'pli polimiz ham bor. Bitta prixoshka и ikkita dush bilan bitta xonani to'pli pol egasi xohlagan shunday qilishdi. Ko'rib ko'rasizlar ishimizda qanday chiqqanini. Hozir mana xonaga taklif qilaman. Mana bu xona burchak bo'lgani uchun 3 ta batareya qo'yilgan, kichkinaroq qilib, и to'pli pol cho'tki qilib to'shalgan. Bu xonamiz детский spalnya bo'lyapti, lekin buni tagi katta chorraha bo'ladi. Endi chorraha deb o'zimiz qo'yganmiz. Перекресток qaranglar. Mana shu yerda o'zida hammasi tarqalayotgan joyi shu bo'ladi. Mana ko'ringlar qanaqa bo'lgan. Mana kanalizatsiyalar, trubalar ham shu yerda uchrashib, hammasi kotelniga qarab ketadi. Do'stlar qaranglar, mana hamma trubalar trassa bo'lib kelyapti. Kotelnimiz bu tarafda bo'ladi. Hozir biz kotelniga olib kirishdan oldin shu xonaning ichida buni apressovkaga qo'yganmiz. Mana havoda turibdi, 6,5 kilo. Hozir tekshirib ham beraman sizlarga. Mana bu 3 kundan beri turibdi. Mana bu xonani tagida hamma trassalar o'tib kotelniga chiqib ketyapti.